Ey, kulishni qarang. Hozir bu qiz bizani ajdoriga ishonmayapti, aktiviga. Haqiqatan bilaman, endi ishlab olmaslar bilan. Eng zo'r aktiv va eng zo'r auditoriya bu bizani auditoriyamiz. Ha. Men seni yaxshi ko'raman, o'shaning uchun maza qilib ijod qilamiz. Shuning uchun mana shu qizni oldik. Aktrisa. Endi gapiring, mana eshitadi. Mamlakatimizda, ayniqsa poytaxtimizda juda ham ko'p brendlar bor va ularni siz juda ham yaxshi bilasiz. Lekin ko'pchilik brendlar ham xalqimizni, mijozlarni o'ylagan holda Ramazon oyida aksiyalar, xayriya ishlarini qilishmaydi. Balkim aslida qilishga ham majbur emasdir, lekin xayriya xalqimiz madaniyatining bir qismi. Biz Honor kompaniyasini atrofimizdagi qahramonlar deb nomlangan aksiyasini bir qismi bo'lganimizdan juda ham xursandmiz va o'zimiz uchun ikkita qahramonni tanlab oldik. Xullas, Honor kompaniyasidan ajratilgan sovg'alarimizni ikkita qahramonimizga hadya qilmoqchimiz. Siz kimlarga? Men doktorlarni tanladim. Aman qutqaruvchilarimizni. Umrini yarim qismini boshqa insonlarni hayotini saqlab qolish uchun sarflaydigan shifokorlarimizga hamisha minnatdorchilik bildirsak arzimaydimi? Albatta, ular bunga munosib. Sababi hayot uchun xavfli vaziyatlarda o'zini hayotini xavf ostiga qo'ysa ham, yong'in bo'ladimi, toshqin bo'ladimi, zilzila bo'ladimi, bizni albatta qutqaradigan favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini ham qahramon deb bilsak arziydi. Ramazon mehr, oqibat va saxovat oyi. Bu davrda insonlar o'z mehri, samimiyati va e'tiborini bir-birlari bilan ulashadilar. Biz ham dunyoni yaxshiroq qilishga intiladigan, ammo e'tibordan chetda qoladigan insonlar haqida hikoya qildik. Ularning mehnat faoliyatining o'zi mehr ulashishga tengdir. Nima deysiz? To'ppa-to'g'ri.